xuddi aytganingizdek kamonni misol keltirdingiz-ku. Birinchi otgan kamonchi bilan minginchi otgan kamonchini orasida katta farq bor-da. Shunday. U ming marta sababini qilganda. Thomas Edisonning gapi bor. Lampochka yonmasligi haqidagi 3000 ta tajriba bor degan. 3000 ta tajriba qilib ko'rgan ekan. 3000 ta narsani Wolframday nur taratmasligi haqida menda yaxshigina ilm bor deganda. Uni o'sha hazillashib aytib qolaman o'sha g'arbliklar bilan shu agar 3000 tani barakasini oshirish uchun yoki o'sha holatda aytaylik omadini keltirish uchun agar u boshida duosini olib qo'yganda 3000 ta emas, bir 3 ta 4 ta da kelardi. Endi mana shunga men anaqasini insonlarimiz bizani ko'rayotganlar tushunish uchun aytyapman. Qayerda o'tiribdi, qaysi narsada. Juda zo'r aytdingiz. Hozir qarang, qalbi yaqinlashayapti-da, ancha. Hozir aytmoqchi bo'lgan narsamni aytyapsiz. Qarang. Arximed qonunlarni o'zining qonunlari bor-ku, Arximed qonunlarini kashf qilayotganda fizik qonunlarni juda ko'p tajriba o'tkazgan. Juda ham ko'p. Yoki bo'lmasa o'sha Yunon olimlari yoki mana Misrning qadimgi olimlari yoki Xitoy olimlari o'sha tajribalarni qilayotgan paytda o'zlari e'tirof etishgan narsa bu. Sharq olimlari haqida, islom olimlari haqida musulmon olimlar haqida e'tirof etishgan gaplari, ular aytadiki, biz juda ko'p yillar davomida tajriba qilib erishgan narsalarga musulmon olimlari juda qisqa fursatda erishdi degan. Masalan, Al-Xorazmiy har bitta tajribasi muvaffaqiyatli bo'lgan. Farg'oniy har bitta tajriba muvaffaqiyatli bo'lgan. Beruniy har bitta tajriba muvaffaqiyatli bo'lgan. Globusni yasayotganda Beruniy hech qachon bir 50 ta yasab keyin aniq qilmagan, bittada yasagan. Har safar algoritmni bittada Al-Xorazmiyning o'zi yozgan. Masalan, Al-Jabr val Muqobala asarini o'tirgan yozgan. Yoki Hazrat Navoiy hech qachon bitta narsani 3-4 marta takror mashq qilmaganman degan. Kelgan, ilhom berilgan, yozganman degan. Berilgan, yozib ketavergan. Berilgan. O'zimni qo'limda qog'oz qalam bo'lmasa, kotiblarimga aytar edim. Yozinglar. Bo'ldi, o'qib ketavergan. Nega? Chunki anu g'arbda yo'q narsa sharqda bor edi. Duo, niyat degan narsalar bor edi. Bizda shuncha instrumentlar bor. Anu biznes treningchilar aytib qo'yadi-ku, instrumentlar deb. Shuncha instrumentimiz bor, lekin biz hammasini chekkaga surib qo'yib, omad degan bir umuman bir mavhum bo'lgan, ilmiy isbotlanmagan narsani orqasidan quvib yuribmiz. Yo'q, omad emas bu. Omad, yana aytaman, omad yo'q narsa. Unga ishonishlik insonni juda ham qattiq halokatga olib boradi. Ruhiy jihatdan ham, iymoniy jihatdan ham, diyonatan ham. Yo'q. Sababini, birinchisi niyatni qilasiz, ya'ni kamonni olasiz. Ikkinchisi duoni qilasiz, yoyini tortasiz. Uchinchisi qarorni qabul qilasiz, ana shunga otishim kerak deb. To'rtinchisi duo bo'lgandan keyin sabablarni qilasiz, o'qni qo'yib tortasiz, qo'yib olasiz. Natija yaratuvchidan. Busiz bo'lmaydi. Bilasizmi, hozir kamonni misol keltirayotganingizda hayolimdan o'tdi-da. Omadda tahlil qilyapmiz. Bizning maqsadimiz unga tayanmaslik degan anaqa qilamiz. Lekin o'sha kamonni olib birinchi marta otayotgan odam kamonni olib hamma sabablarni qilib turib shina qo'yib yuborgan paytida birinchisi tegadi-ku. Uni kutilmasi birinchi marta otayotganda o'sha tochkaga, o'zi ko'zlagan tochkaga tep qolsa, aka nima deydi u? Omadim keldi deydi. Yoki-da teskarisi. O'sha minginchi marta otayotgan odam bitta otganda o'sha kutgan narsasiga tegmay qolsa, meni omadim kelmadi deb o'ylaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda shu narsani qanaqa qilib yoshlarda bu narsani olib tashlasakki, ularni hozirgi aytayotgan ketma-ketlikni dozingizga men 100% ishonaman-da, chunki bu dunyo shu sabablarga qurilgan. Buni siz qaysi din vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar bu narsa o'zi sizga keladi-da. To'g'ri, ana tez kelishi yoki birinchi kelishi u anu duolarni, niyatlarni dozasiga bog'liq. Lekin tegida sabablari qilinishini sababi bu anu kutilmaga ishonmasdan, anu kutilmaga tayanib qolmasligini xohlayapman. Ya'niki yoshlarimizdan
shu narsaga tayanmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Mana hozir hamma narsani aytdi. Undan oldin ham kimlardir aytgandi, lekin men sizni variantingizni yoqdim, ya'ni ketma-ketlikda aytib berganingizni. Baribir tayanish katta, buni qanaqa qilib olib tashlasa bo'lar ekan degan Xo'p, fikrim bor. ha,